Bachadondan tashqari homiladorlik edi. Chandiqlanish jarayoni qancha yuqori bo'lsa, shuncha uni bitib qolishi. Rahmat hammaga. Tekshiruvlar natijasi bachadon nayini plodnitsa joylashgan joyini tuxum hujayra deyiladi. Lineyni kesib, o'zi ajralib chiqdi. Bachadon nayiga maksimal ravishda iloji boricha koagulyatsiya ishlatmaslik kerak. Sababi chandiqlanish jarayoni qancha yuqori bo'lsa, shuncha uni bitib qolishi, yaroqsiz holatga kelishi shuncha yuqori bo'ladi. O'shaning uchun mana o'zini kuzatamiz. O'zi qon to'xtashi kerak. Bemorimizda anamnezda homila bo'lmaganligi uchun, hali farzand ko'rmaganligi uchun maksimal ravishda bu trubalarni saqlab qolamiz. Mana ko'rganingizdek, bugungi jarrohlik amaliyotlarini tugalladik. 3-jarrohlik amaliyotimiz bachadondan tashqari homiladorlik edi. Laparoskopik yo'l bilan trubalarni shu bachadon naylarini qolish-qolmasligi shu jarrohlik davomida aniq bo'ladi. Sababi trubani yaroqlik holatiga ham bog'liq. Yorilmagan bo'lishi kerak. Bachadon nayini bachadonga ulangan qismi, ya'ni bachadon qismida bo'lmasligi kerak homila. Shundagina saqlab qolishga, homila o'sishdan to'xtagan bo'lishi kerak. Shundagina saqlab qolish imkoniyatlari bo'ladi. Hammaga e'tiboringlar uchun kattakon rahmat.